Mana biz mana ramyondan tayyorlayapmiz mana. Qaynagan suvga pripravalarni soldik. Endi lag'manini solyapmiz. YouTube'da ko'rib yegimiz kelib ketdi bolalar bilan. Endi hozir pishirib yeymiz. Ramyonlarni qaynab turgan suvga solib 5 minut yana qaynatish kerak ekan. Faqat kavlab turish kerak ekan. Keyin pishar ekan. Mana qaynayapti. Ko'rinishdan shiringa o'xshayapti. Yeb ko'ramiz endi. Mana Asilbek o'zimizni badringlardan uzib keldi, pishibdi. O'zimizni hosilimizdan endi salat qiladi. Mana biz 3 kishimiz, uchalamizga 3 ta ramyonni qo'shib qildim mana bitta qozonda. Endi 5 minut qaynatish kerak ekan. O'zi qog'ozda yozilishicha endi 5 minut qaynatdim. Endi yana gazni o'chirib bir 2 minutga dimlab qo'ymoqchiman, yaxshiroq bo'lishi uchun. Tuxum chaqish esimdan chiqibdi. Mana 2 ta tuxum ham chaqib oldim. Mana biz ramyonlarimiz pishdi. Qaynab ekan. Sovutib yeyish kerak.